derdi bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, dardni derdi bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam. Farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim, otajon, otajonim, mehribonim, qadrdonim, otajon. Bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar eslarim degan, bolam chaqam qizlarim degan. Assalomu alaykum aziz baland qadrdonlarim, ko'zlaring yuzlaridan nur taralgan yaxshilarim, alohida assalomu alaykum. O'tkirda bugungi tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Sadolat ayajonimiz bilan uzoq umr ko'ring va mana shu umr davomida qizlarning baxti va kamolini ko'rib va albatta har doim shodlanib yashashlik nasib etsin degan barcha qizlaringiz tomonidan bugun Samarqandning Shukrona tabriklar agentligi qalbingizga quvonchlar uchun tashrif buyurganmiz. Albatta unutilmas lahzalarni sizga ulashmoqchi bo'lgan Charosxon va alohida Nafosat, Sarvinoz va Mahliyo qizlaringiz tomonidan dadajon bugun unutilmas lahzalarni Samarqandning Shukronasi Kamina-yu Kamtarina sizga ulashib qolamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Davronimni suribman dada, rosa qaddim uribman dada, sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada, davronimni suribman dada, rosa qaddim uribman dada, sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada, duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman, faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada, duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman, faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Qo'rqmaydi biror tashvishim, siz bo'lsin bitta qarishim, dunyoda eng tabarruk kishim, davringizda yuribman dada, ibrat ekan har bir so'zingiz, mehr bilan boqar ko'zingiz, men uchun eng zo'r o'zingiz, davringizda yuribman dada, duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman, faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada, duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman, faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Assalomu alaykum qadrdonlarim, ko'zlaring yuzlaridan nur taralgan yaxshilarim, alohida assalomu alaykum. Mana shu xonadonning qiroli, farzandlarni ayniqsa qizlarni tog'i,
ishonchi, g'ururi bo'lgan. O'tkir dadamni bugungi 64 bahor bilan muborakbod etamiz deb tashrif buyurgan nevaralar, evaralar, chevaralar bugun rost qarsaklarni davomiyligini olamiz. Dadajonim boringizga shukr degan farzandlar baxtiga omon bo'ling. Samarqandning Shukrona tabriklar agentligi bugun bu yerga tashrif buyurar ekanmiz. Bilasizmi o'zi kim tomonidan kelganimizni? Kim tomonidan keldik? Toping unda dada, ko'ngil kim deb turibdi? 1, 2, 3, 4 ta qizimdan. Ana bo'lmasa, olqishlar olamiz. Jannat kalitlari bo'lmish. Farzandlaringiz tomonidan muborakbod etamiz. Qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz, odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Siz men qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. G'amxo'rim dada. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin, O'tkir dadam, bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Tavallud ayyomingiz 64 bahorni qarshi olibsiz. Men har bitta farzandingiz bilan suhbatlashdim. Alohida Charosxon bilan, Nafosat bilan, va alohida Salinoz bilan, va Mahliyo bilan alohida. Juda qattiq yaxshi ko'raman dadajonim dedilar. Baxtimga omon bo'lsin dedilar. Bugun baxtli kunimiz. Bugun bizani padar buzrugorimizni tavallud ayyomlar. Shunaqa bir quvonch ulashingki, odam biz uchun halol it derdilar. 4 qizni kaftida ko'tardilar, boshida ko'tardilar. Hech kimdan kam qilmadilar. Kimdandir kam bo'lgandirmiz, kimdandir ziyod bo'lgandirmiz, lekin shu so'zni ayta olamizki, bizni halol luqma bilan otam katta qildilar va mehr berdilar. Va hech qachon o'g'lim yo'q degan gaplar ishlatmadilar. Meni qizlarim, meni o'g'illarim dedilar. Bizni qaddimizni kerib katta bo'ldik va shu so'zni bugun ikkilamay ayta olamiz dadajon. Biz boylardan da boymiz. Chunki yonimizda siz borsiz. Yonimizda volidamiz bor. Qaro tunlarini bedor o'tkazgan, boshimizni ustida doimo bolam deb Allohga qo'llarini duoga ochib biz uchun parvona bo'lgan, borini bergan, borini, jonini fido qilishga tayyor turgan onamiz bor. Qarang, bugun biz dadajon boylardan boymiz. Boringizga shukr. Alloh taolo qayta umr beramiz desa, men aytgan bo'lardim dedi. 4 nafar qizingizdan bir og'iz so'zda. Qayta shu insonlarning farzandi bo'lib dunyoga kelish xohlaymiz dedilar. Meni dunyoyim, meni borlig'im, hayotimning mazmuni bo'lgan ota-onamga 4 nafar qiz jonini berishga tayyor ekan. O'zi qizlar jannat kaliti bo'ladi deyshadi dadajon. Ana shu inshaalloh qiyomatda hamma bir-biridan qochib davr kelganda farzandlar qo'lida toj bilan meni otam qani, meni onam qani deb izlash nasib qilsin. Mana shunday kunlar nasib ro'z aylasin. Bugun qizlaringiz bilan suhbatlashar ekanman. Qaysilar jim qoldilar, qaysilar ko'zlariga yosh oldilar, yig'ladilar. Mana aytdimki, bugun xursandchilik kun, nega boryapman desam, opa bu quvonch ko'z yoshlari dedilar. Mana shu quvonchli ko'z yoshlarimizni ba'zan aytib, ba'zan aytolmagan shirin so'zlarimizni dadajonimga ayting. Dadam shunaqa mehrli bo'ldilar. Ba'zan onam qattiqqo'llik qilardilar, qiz bola deb qattiqqo'llik qilardilar, lekin dadam har doim ko'ngillarini to'rida bor mehrlarni his qilib katta bo'lgan farzandlarimiz. Bugun ikkilamay ayta olamiz, dadajon, sizning dadamiz borligidan faxrlanamiz. Baxtimizga doim omon bo'ling, Alloh hech xastalik bermasin dedilar. O'sha qatorda alohida aytib o'tdilarki, Sadolat ayjonimga rahmatimizni ayting dedilar. Nega rahmat aytay desam, dunyo berdi bizga onam. 9 oy qornida ko'tardilar, vujudida olib yurdilar. Rohat bo'ladigan davrda onam azob cheksa ham bolam dedilar va bizni mana shu yorug' dunyoni ko'rishga musharraf ayladilar. Va biz hozir insonlar oldimiz. Bilasizmi, onam juda ko'p marotaba dillariga og'riq bergan biz opa. Qiz bola bo'lsak ham juda ko'p marotaba og'riq bergan bizni. Biz tug'ilganimizda gapirishni bilmasdik, yurishni bilmasdik. Biz o'zimiz qornimiz och qolmaganini ham bilmasdik. Onam nigohimizga qarab hammasini anglardi. Qarang, bugun 4 ta qizmiz, bittagina onam. Lekin ko'ngliga ba'zan qarolmay qolamiz. Nega dedim? Bilasizmi nega? Onam biz gapirmasimizda bilgan ichimizda nima o'tayotganini. Onam gapirmasimizdan suv tutgan, gapirmasimizdan bizni yurg'izganlar, gapirmasimizdan ko'nglimizni anglaganlar. Lekin biz farzandlarchi, onam gapirmasalar bila olmayapmiz. Onam aytmasalar nima istashini topa olmayapmiz. Qarang, farzand degan nom shunday bo'lar ekan dedilar. Qanday bo'lar ekan desam shu so'zni aytdilar.
sochlariga oq solish, yuzlariga ajin tushirish, qalblariga og'riq solish mana farzand nomi. Yo'q, lekin bugun ayta olaman, dadajonim, ayajonim, sizlarni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz degan farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'linglar. Olamda ikimiz yeganim mani, dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda armonim mani. Qani marhamat, tabriklar qo'yishlaringiz mumkin. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi, xush kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'qib berkalayman, siz uchun bugun shu sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yeganam. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin dadajon, ayajon. Dunyolar turguncha turinglar. Hali raqslarga navbatni beramiz. Qizlar, opalar, xolajonlarim, raqslarga alohida navbat beramiz, raqslarga tushamiz. Dadajon, farzandlaringiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekanlar. Bugun aytdilar, dadajonim bizning dunyoyimiz, bizning hayotimizning mazmuni bo'ladilar. Lekin aslida mana shu kunga yetishishimizda sababchi onam bo'ladilar dedilar. Ona to'g'ri aytibdimi farzandlaringiz? Eshitdingizmi? Nima dedim hozir? Eshitmadingiz chunki meni. Mana shu kun bugun baxtli kunimiz. Lekin bu baxtli kunga yetishishimizga sababchi bo'lgan bu onam bo'ladi dedilar. Chunki onamning yonida, dadamning yonida yelkama-yelka turgan, biz uchun doim har narsaga tayyor turgan zot bu ota-onam bo'ladilar. Nurlikkina farishtam. Juda ko'p marotaba ozor bergan bo'lsak ham, bolam gul-u lolam deb qaragan. Dardlar to'lib ketadi qalbiga, doim deydi bolam, bolam. Ko'z yoshini yostiqqa aytganim, biz 4 qizni katta qilib, hali hamon dardimiz ila yashaganim. Tinglayverar quduq kabi yutaverar hasratini, lekin farzandiga tabassum ila boqqan bu kim ona bo'lar ekan? Qizni ko'nglidagini eshitadigan ona bo'lar ekan. Onajon, bugun farzandlaringiz dadajonimni tug'ilgan kunlari yo'q, lekin aytdilarki, onamni eng avvalo xursand qiling dedilar. Chunki onam dadamning yonida yelkama-yelka turdilar dedilar. Yo'q, onajonni dadajonning yoniga qo'yinglar, men gapirmay qolaman bo'lmasa, qo'yinglar onajonimning yoniga. Ana shunday aylanib ketaman sizlarda. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Onajon, bugungi baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Dunyolar turguncha turing volidam. Bola qochib dadajon o'sha qilsa, arqaroq o'tib olsin edi. Men yana ham yaxshi va ilhomim kelib gapiraman. O'tvoring arqaroqqa dadajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Volidamga atalgan eng chiroyli guldastamiz bor dedilar. 4 ta qizingizni ham yonimga chaqiraman. Kelinglar, qanilar. 4 ta qiz kelinglar meni yonimga. Keling. Eng kattalaringiz qanisizlar? Mana opajonim. Men shu opam bilan gaplashdim-da alohida. Onajon, bilasizmi nima dedilar qizingiz? Ona, menga qarating, diqqatingizni qo'ying, nevara-chevaralar qo'ying. Bugun meni qalbidan, yuragidan o'tib chiqyapti qizlarning so'zlari. Men o'zim hattoki hayratlanib ketdim. Bilasizmi nimaga? Men aytdimki, o'g'illarnisini ham aytayin desam, biza dedilar. Qanaqa qilibsizlar desam, o'g'lim biz, qizim biz dedilar. Onam bizni o'g'il ko'rmadim deb katta qilma. Bolam men sizlar bilan butun dunyosini zavq etishga tayyorman. Sizlar meni hayotimni mazmuni sizlar deb katta qildilar bizani. Onamga shu so'zimizni aytayim, biz 4 ta qiz, 10 ta o'g'ilni o'rnini bosar kuchimiz bor. Duo qilib ota-onamni inshaalloh 2 dunyo saodatiga yetkazadigan kuchimiz bor. Shunaqa chiroyli ta'lim berdilar, tarbiya berdilar. Bugun bilasizmi nima esimda? Dadam bilan ayami qiynalgan vaqtlari, men katta farzand bo'lganim uchun meni esimda ko'proq bor. Ukalarim navbati bilan dunyoga keldi, singillarim. Lekin onam chekkan zahmat, otam chekkan tashvish, g'am, alam ustida bizdek bolalarni katta qildi. Dadajon, qaddingizni kerib yuring doim. Biz hech qachon bu mag'rur boshingizni qaysi bir nomard va nokas oldida egilishiga yo'l qo'ymaymiz, qiz bola bo'lsa-ga. Biz faqat xohlaymiz-ku, dadajonim joy namoz ustida egilsin bu boshlaringiz. Sizga atalgan sovg'amiz shu dadajonim, 2 dunyo saodatini tilaymiz qiz bo'lib dedilar. Yana nima tilak bildirasiz desam, alohida tilagini aytdilar. Keling shu qizlaringizni so'zlarini mana shu aynan katta farzandingizni tilagini yetkazmoqchiman. Agar yaratgandan bir vahiy kelsa-yu, banda senga Robbing berur bir narsa desa.
Agar ushalmagan tilaging bo'lsa, ul zot senga berur tortinmay so'ra desa, albatta so'rar edim agarda mingta emas yoki millionta. Kun kelib to so'nggi nafasimgacha ota-onam yonimda tursa, balki bu tilagim bo'lmasdir vojib, ammo yaratgandan so'rayveraman. Erta-yu kech qo'llarim duoga ochib, mehribonim bo'lmish onamga-yu otamga uzoq umr tilayveraman degan qizlaringiz sizga atalgan chiroyli sovg'alar olgan otajonim. Alloh tomonidan tushirilgan buyuk sovg'alardan bo'lmish Qur'oni Karim, joynamoz, tasbihlari bilan birgalikda qabul qilasiz qizlar tomonidan. Marhamat. Dadajonning baxtiga farzandlarim sog' bo'lsinlar, Qur'on kitobi olinglar qo'llarida. Dadajonim charchab qolmasinlar, hali so'zlarimiz juda ko'p. Dadajon, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Onam bilan necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Qancha bo'ldi? 40 yil bo'ldi. 40 yil bo'ldimi dadajon? Qanaqa qilib bu sabr qilib yuribsiz dada? 38-39 yil bo'ldi. Ona, dada qanday bo'ldi hayot? Hayot yo'mashini zo'r bo'ldi. Zo'rmi, yaxshimi? Agar qayta dunyoga kelsa, boshqa bir zo'rni tanlarmidingiz? Yo'q, Shuni tanlardingiz. Qachon sovg'a qildingiz gulunda onamga? Eslolmayapsiz. Keling unda mana shu imkoniyatni sizga beramiz. Shukrona tabriklar agentligi bugun sizga keling dada, meni yonimga keling. Jentelmenlarcha bugun onajonimga chiroyli guldastalar, olqishlaringiz ostida dadajonni o'zlari topshiradilar. Marhamat. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Qanlaringiz to'kib soching yerasini, amallarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiyangni qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi. Hammasi borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Dadajonim, farzandlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Mana shunday ayollar go'zal kunlar bor bo'lsa, bu nevaralar bo'lsa kerak. Mana Alloh taolo shuncha o'g'il beribdi sizga dadajon, o'g'illar bor bo'lsa. Bu katta o nevaralarimiz, menimcha adashmay. Ismingiz nima sizni? Og'abek? Olimbek. Necha yoshdasiz? 16 yoshingiz muborak bo'lsin. Dadajon,
Qavatizda mana tog' bo'laman, suyanch bo'laman degan o'g'illarni ko'pligini qarang. Alloh taolo beraman desa hech narsa emas ekan. 64 yoshda ham berib qo'yar ekan kattagina o'g'illarni. Umringiz uzoq bo'lsin dadajon. O'nta nevaram bu. Ana. 3tasi qiz qolgan hammasi o'g'il. Ana bo'lmasa. Danagidan mag'zi shililla ko'p ekan. Umringiz uzoq bo'lsin dadajon. Olimjon tomonidan men sizga o'qib eshitiraman hozir bir chiroyli misralarni, maylimi? Judayam qattiq bobomni yaxshi ko'raman deb boyna mashinam oldiga borib aytayaptilar. Bo'ldi dedim. Yaxshi ko'rsangiz siz ham sizning nomingizdan chiroyli she'rlar o'qiysiz dedim. Marhamat. Bobojonim. Jonim bobom. Kerak emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'st va dushman mastonalar. Siz bor uyni fayz o'rab turar bobo. Biz nevaralar manzilini baxtlar so'rab turar bobo. Qimmatligim dunyolarning boyligidan. Uyalmay hech bellaringiz loyligidan. Ishonchimiz bor uyimiz jannat joyligidan. Bobojon, siz bor uyni fayz o'rab turar. Manzilimiz baxtlar so'rab turar. Ismingizni aytsam faxr bilan kimga? Ha, bobongiz yaxshi inson deydi menga. Bobojon, nabiralarim bo'lsin menday dingda. Siz bor uyni fayz o'rab turar bobo. Manzilimiz baxtlar so'rab turar bobo. Yuragi osmonimiz, ismoga qalqonimiz, yer o'zi osmonimiz, dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Ro'zg'orga keltinmaganim, kiydirib kiymaganim, to'ydirib to'ymaganim, dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Majul qolsin qoyadek, ergashganim soyadek. Dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Dadam zo'r, dadam zo'r, dadam zo'r. Hammalaring assalomu alaykum. Kelganlaring uchun hurmat qilib hammalaring. Nima deyman men? Baxtimga dadam, ayam sog' bo'lsin. Bola chaqalarim, amma, amaki, tog'o, hech qabri hammalaring sog' salomat bo'linglar. Sizlar qavatlaring ham, zamballarimiz ham yoshlarga kirib, bundan ham ko'pini ko'rsin. Dadam bilan ayam qo'sha qarib yursinlar, sog', jonimiz sog' bo'lsin. Aytaman, yaxshi ko'raman. Qurolimizni bering, qurolichamizni bering, iloyim baxtimizga kirlaringizdan. Sog' salomat bo'ling. Sizlar so'ylaysiz, har doim bizga yuradi shunday. Kulaylik, hamdon o'taylik. Men umrim olmaydi, men aytmaganman bu gapni. Buni aytmoqchiman sizlarga. Sizlar yaxshi ko'raman. Shunchalik yaxshi ko'raman. Qiz boladan qoladigan narsa duo deydi, ertalab turganimdan birinchi og'zimga ikkalangiz keladi. Xudojonim, otam bilan onamni sog' salomatligim yonimizda har doim olib yurgin deyman. Opa singillarim, sizlar ham sog' bo'lib yuringizlar, hammalaringiz. Hurmat qilgan hammalaringizga rahmat. Sizlar yaxshi I'm
Assalomu alaykum hammalaringizga. Dadajonim bilan ayajonim xonadoniga xush kelibsizlar. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlarimizni to'ylarini ko'rish nasib etsin. Ayajon, sizni ham yaxshi ko'raman. Umrim bo'yiga mana 33 ga kiradigan bo'lsam, birinchi marta aytyapman shu gapimni. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bundan beradigan yoshlardan Xudoyim taolo ko'prog'ini ko'rsin. Ko'ring iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yana bir bora yaxshi Assalomu alaykum. Dadajonim, ayajonim. Eng go'zal qizim. Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishimni ta'riflab bera olmayman. Ikki dunyo bir kelsa ham men qayta dunyoga kelgan taqdirimda sizni farzandingiz ko'rishdi, istab qolaman. Sog' bo'ling, baxtimli. Farzandlarimning to'ylarida bosh bo'ling dadajon. Ayajon, dunyo turguncha turing. Bu dunyoni eng chiroyli, eng go'zal kunlarini ko'rib yurish nasib qilsin. Nasib bo'lsin. Birga opa-singillarim, bolalarim, jiyanlarim, qo'ni qarindoshlarim. Barchalaringga rahmat. Dunyo turguncha turing. Ayajon, dadajon. Arzulaydı bizden dada Kuvvet olup yaşayman fakat Sizni aytgan sözizden dada Kamingizni bildirmagansiz Kamingizni bildirmagansiz Bardosh qilib ko'zingizdagi Kamingizni bildirmagansiz Dadajon, bayramlaringiz davomli bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. O'zi haqiqiy mana shu yaxshi ko'rishni odam ayta olmaydi. Chin qalbdan yaxshi ko'rishni odam ko'nglidan chiqarib bera olmaydi-da. Lekin injiqliklarni, erkakliklar zo'rini qiladi yaxshi ko'radiganlar o'zi. Dadajon, farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Bittagina singlingiz bor ekanlar. 3 tami? 3 ta singillar. Qani uchalasi? Keling yana bittalari. Davralar to'g'rida turadi, amma kelsa keladi hamma deganlaridek. Ammajon lekin so'z navbatini olqishlar bilan beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum qadrdonlar, qadri balandlar. Aziz mehmonlar, qadamlaringizga hasanot. Akamni shunday olqishlab, shunday maqtab, fikrlaringiz, duolaringiz arsholaga chiqib, akamga benihoyat ziyodasi bilan Allohdan qaytsin. Sizlarga muborak bo'lsin ilohim. Qanotimsiz akajonim, yurakda qonim. Bor vujudim akajonim, jonim jahonim. Mana shu meni 5 ta akam bor. Akalarimni bari tilloga berasiz. Akajonimni umrlarini ziyoda qilsin. Qilgan duolarimiz arsh a'loga chiqib farishtalar omin desin-da. Alloh ey bandam, ol senga mana bu 100 yoshlarda berdim devorsin, amin. Shuni akajonimni omadini berib yursin. Akajonimni 4 ta qizini orqasidan chiroyli yigitlar berdi. Mana shu yigitlarni omadini bersin. Akam barini to'yini ko'rib, ilohim quvonchini ko'rib, yaxshi kunlarni ko'rsin. Alloh qancha yosh bergan bo'lsa, mana shu yoshlarni mazmunli, maroqli, nihoyatda chiroyli qilib hayot kechiring akajon. Akam bilan yangam bilan qo'sha qaring. Bardavom bo'lsin umringiz. Bizlarga ham ilohim chiroyli kunlarimizda boshimizda turing, maslahatchim bo'limiz yuring ilohim akajon. Sizga ham rahmat jonim. Nimangiz ziyoda bo'lsin. Mana shunday omadli kunlarda hamisha xizmat qilib, el xizmatda charchamang jonim ilohim. Hamisha siz ham bola chaqangiz huzurini ko'ring sizlar ham ilohim. Qadamlaringizga hasanot. Hammalaring kelganlaring uchun rahmat akam xonadoniga. Hamisha yangam bilan sog' bo'lsinlar.
qo'sha qarib yursinlar. Mana to'rtala qizlari bilan, nevara chevaralari bilan, bizlarni o'g'aylari bilan hammamiz bilan yuzlarga kirib yuzlashib yursinlar. Sog' bo'lsinlar hamisha. Qizlari bilan, nevaralari bilan ilohim. Baxtli bo'lsinlar hamisha. Og'zilari to'la kulgi bo'lsin. Hamisha faqat xursandchilikda yursinlar. Ilohim. Rahmat. Baxtimizga sog' bo'ling, bo'ling akam, baxtimizga sog' bo'ling akam, uzoq umr yosh ko'ring akam, dillarni shod etgan akam, baxtimizga sog' bo'ling. Akalar vaqtiga sog' bo'lib yursin, iloyim singillari vaqtiga. Endi esa bitta shu pahlavoniz, katta o'g'lingizdan bir chiroyli tilaklarni eshitamiz. Nima dedingiz, dadajon? Marhamat. Assalomu alaykum, bu yerga kelgan hammaga rahmat. Bobojonim, onajonim uylariga tashrif buyurganlaring uchun rahmat. Bobojon, onajon, sizlarni chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Sizlarga eng zo'r baxtni hozir ham ko'rib turibsizlar. Yanada zo'rroq baxtni tilayman. Men ham sizlarning yoshlaringga kirib bunaqa tilaklarni eshitishni orzu qilaman. Iloyim, sizlar mening to'yimda boshi bo'lib turinglar, toji bo'lib turinglar. To'yimning eng bosh va ayajonimni chaqirmoqchiman. Ayajon, sizni ham juda ham yaxshi ko'raman. Siz ota-onangizni qanday yaxshi ko'rsangiz, biz ikkita ukam bilan men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Xolalarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizni ham yaxshi ko'raman, ayajon. Ko'ring onajon, Bersa Allah qo'llarim tutay, kelar davr paytimizday, zo'rlardan zo'r bo'lib ketay, duo qilib turing onajon. Allah bergan sajlarim onam, quloq qo'shgan g'arim onam, mehribonim jannatim onam, duo qilib turing onajon. Aka tug'ilgan kuningiz muborak. Hamsi ishkinangiz o'rnidan kelsin. Hech qachon ko'rmangiz g'am va alamni. Shu yerda o'tirgan do'stlar, akalar, jiyanlar hammasi baxtingizda qo'rsin. Hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Çalçalay, saz çalçalay, çalgıcı dur çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşalarsan çalçalay, 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 çalgıcı dur çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşalarsan çalçalay.
meşkin nefesim Bana kırar bebesim İnanma sana ni gölgen Dönürse gör nefesim Benim eşkim de sensen Benim emrim de sensen Benim canım da sensen Ay senin kurbanım Allah Benim eşkim de sensen Benim emrim de sensen Benim canım da sensen Ay senin kurbanım Allah Ram 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 Odamzod umrining mevasi farzand. Yaxshi farzand erur, joningga payvand. Farzandim dedingiz, chekdingiz zahmat. Otajon, onajon, boringiz uchun rahmat degan. Farzandlarga dada sizga tilak uchun so'znomat beraman. Keling bir chiroyli tilaklarni qizlarga bildirasiz. Qani olqishlar otamga. Assalomu alaykum. Hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Mana shu 4 ta qizim 4 tomonga farishtaday aynaladi menga. Inshaalloh. Bularning umri uzoq bo'lsin. Ballarni boshqa sog' bo'lsin. Mana shunaqa tadbirni qilibdi. Tavarim yo'q edi. Baraka topsin bular. Ballaringizini ko'rbaring. Buni kutmagan edim ballarimdan. Boya siz aytgandek 10 ta o'g'ilga shu 4 ta qizni alishmasin. Dualarim olib yuring Bir kun armon bo'lar ekan o'z bolasiga Endigi so'znomatni mana shu xonadonning qirolichasi bo'lmish onamga bermoqchiman, onajon. Endi bir yostiqqa bosh qo'yib 4 ta qizni katta qilib, mana chiroyli bugun qirolicha bo'lib o'tiribsiz. Keling so'znomatni sizga berib, dadamga bo'lgan bir tilaklaringizni eshitaylik. Rahmat. Nima deyman, yaxshi ko'raman. Xo'jayinimga yaxshi ko'raman. 4 ta qizlarim sog' bo'lsin, xo'jayinim boshimga sog' bo'lsin. O'g'ayli urug'im, mana hurmat qilib kelgan hammaga rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xo'jayinim yuzga kirsa, yuzni ko'rganda yonida men ham yuray. Qanday sizni qo'ymaydilar, nima onamlarga? To'g'ri qilarlar, umringiz uzoq bo'lsin onajonim. 100 yosh qarshi olaylik. Ana shu 100 yoshga kirganingizda qizlaringiz menga qo'ng'iroq qilib, "Opa, bugun mana shu odam 100 ga kirdi. Keling" deyish nasib qilsin. Deganlar bormi? Muborak, tug'ilgan kun muborak Davra olib o'ynang tavallud kun muborak Muborak Bugungi ayyomingiz barchalaringizga muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Boynaman olimjonga so'z navbat berganimda aytdilar. To'yimni boshida omon bo'ling, to'yimni boshida bosh bo'ling, qosh bo'ling, onasini chaqirib olib to'yimda omon bo'ling dedilar. Bu to'yiqmi deyman. Shu nimagadir astagina imoshara qilib ketdilar lekin buyog'iga bahor bolasi sen onajonisi, bobojonisi. Ismi ertaga sabizni ko'rmaylik oyoq kiyimingizda. 16 ga kirganlar hali. Ana to'y qilsalar aytarkanlar. Yozib oling mana shuni siz. Umringiz uzoq bo'lsin dadajon. Sizning aziz otamizni qalbiga bugun quvonch ulashayotganimizdan benihoya shodmiz. Albatta bu chiroyli kunlar shirinliksiz bo'lmaydi. Keling shirinlik tortlar ustidagi shamchalarni Allohga tavakkal qilib o'chiramiz. Xudo xolisa bir 2 yildan keyin mayli ko'pmas olimjonni to'yida ko'rishamiz. Qani olqishlar. Yashing. Dadajon doimo sog' salomat bo'ling. Biz Samarqandning Shukrona tabriklar agentligi har bir tadbirimizning yakunida aytar so'zimiz deydilar, ota bilan onaning yuziga mehr muhabbat bilan boqmoqlik Ka'batullohga qaraganni savobini beradi deyshadi. Inshaalloh mana shunday ulug' savobdan shu yerdagi hech bir aziz farzandni Allohim ayirmasin deb qolamiz.
shodliklarga ulansin, baraka yog'dirsin sizlarga Xudoyim. Xursand va baxtli kunlaringizda sizlar uchun har doim Shukronat kompaniyasi xizmatingizda bo'lsin. Mana shunday go'zal onlarni tarix zarralarga muhrlash uchun barchani otajonim, onajonimning yonida chiroyli fotosessiyalar uchun chorlab qolaman. Va qayta shirin diydor barchangiz bilan nasib ro'zayli kunigacha doimo Allohning panohida bo'lishligingizga shukrona tabriklar agentligi alohida tilakdoshmiz.